Baliq. Xo'p. Aytib qo'ymaysizmi bir og'iz? Surprizni aytib qo'ymaydi-ku. Menga qarang. Pishiriqlarimni o'xshamaganda ham sizning qo'lingiz bormi? O'zing nima deb o'ylaysan? Ataylab meni asabimni buzib, maqsad shu yerga olib kelish bo'lgan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Boshqa yo'li yo'qmidi? Sizdan zo'r artist chiqar ekan. Ha, endi bunday qilmasa ishonmasding-da. Ssenariyni o'g'ling yozdi, rejissor o'zim. Qaranglar-a, men aktrisa. Mana tayyor. Jamoa. Menimcha, men seni yana sevib qolyapman. Ishonmayman, siz yolg'onchisiz. Voy rostdan, ko'zimni qara. Shu ko'zlar aldaydimi? Aldamaydimi bu ko'zlar? Nozi? Nozi? Ha, bu yoqdaman. Erni ham kutib olishni bilmaydi. Ha, nima bo'ldi? Namuncha xursandsiz? Ha, BBC xabarlaridan bexabar qolibsan-da. Bugun dadam bilan oyimga romantika uyushtirdim. Oho. Oyimni xursandliklarini ko'rsang. Hali hech qachon bunaqa xursand ko'rmagandim. Xursandliklardan yig'lab ordilar. Dadamchi lekin shu esimni taniganimdan beri menimcha oyimga birinchi marta surpriz qilishlari. O'z oyim bundan ham yaxshisiga arziydilar. To'g'ri. Ayol kishiga e'tibor kerak. Ha, nima bo'ldi? Kasalga o'xshab yotib olgansan. Bundoq bir kutib ol. Farhod aka, yo'qmi? Mazam bo'lmayapti. Nima bo'lmayapti? Issig'im chiqdi. Mazang bo'lmayaptimi? Qani? Issig'ing yo'q-ku, mashinnik. Issig'im bor demadim, issig'im chiqdi dedim. Oyjon kelib qaradilar, dorilar berdilar, issig'im tushdi. Oyimning yaxshiliklarini ko'rdingmi? O'z qizlaridek munosabatda bo'lyaptilar. Shuning uchun oyimning qadriga yetgan Nozimaxon. Xo'p, bo'ladi, amirim. Mana shu yoqda lekin shunaqa chaqir endi meni. Ha, xo'p. Hozir ovqatingizni to'g'rilab beraman. Mastava qilib berganlar, oyijon. Voh.